Bir mo'chan xajlagan xaridami bizning lobnimiz. Do'stlar, bizga ishlaydigan odam lazım. Meningda oylikning cheki yo'q. Mayli 50 ming ko'y olamsiz, mayli 100 ming ko'y olamsiz, mayli 10-20 ming ko'y olamsiz. Mayli shu deyishingga qalab o'tiramsiz. O o'zingizning bilsa, jiqqa qilganda, to'liq tushgan deganda, xayridan rozi qilganda azam pul topildi ya. Shunlashqa oylik bilan bakirishmanglar. Nurg'on odam ishlatadiman. Men o'zimmi burun targ'im so'zlab bersam, menmi haqqi burun nurg'on ishlagan. Eng azvar 5 yil ishlagan. Bir tal lobanga, shunlash pul topmoq tezlik bordim. Men sizni rozi qilib pul berman. Tamoq berman, yotoq berman. Oylig'ingni berman. Uningni boshqa teshing berman. Mush gap qila oladigan gap qilish bir iqtidoringni yaxshiroq. Man nungji saati manda saati mening kiyinligi va men saat kelsam men o'zimni bir hunar kesib ilinib qoldi ekan degan do'stlar qilib qolsa olti raqamni yo'llab qo'yish ko'ringlar. Endi pulni qancha jiqmasam sizlarga yaxshi, lekin sizlar qanchalik kirim qila olib qolsanglar, men shuningga haslab berishga rozi. Sizlar kirim qilolmasangiz men 10 ming ko'y bersam bekor. 3 ming ko'y 4 ming ko'y bersam, sizlar kirim qila olib qolsangiz men shuningga teaching bersam shu ish bitdi bolalar. Shunlashqanmish oylikqa bak kirisholmanglar. Pul nech pul berib oz berib qo'yammi deb. Men oylikni haqdan jiq berman, lekin sizlarni rozi qilaman. Sizlar men qanchalik foyda kelalaysizlar, mushuni o'ylash baqsanglar bo'ldi. Shunlashqa bizga bir tal qo'ychi, ikki tal, ama setish xodim lozim. Setish xodimning oyligi, uni kelgan deyishlar. Qo'ychining oyligi qo'yib qolsa 5 ming ko'ydan 6 ming ko'ygacha xizmat qilish kinchikisi bo'lish kerak. Uningdan boshqa 1 yildan 3 yilgacha ishlagan, mush stajingiz, ishlab baqqan tarixingiz bo'lish kerak. Shunlashqa misha kiralaysiz. Biz yana 5 xil sug'urtani to'lab beramiz, yotoq beramiz, tamoq beramiz, yana 5-6 ming ko'y maosh versak, xili normal deb o'ylayman men. Uningdan yaxshi qilib qo'yib qolsangiz, maoshingiz yana o'ylashib, yana qayta o'starsak bo'ladi burada. Shunlashqa mish ishlasam bo'ldi degan do'stlar qolsa olti raqam yo'llab qo'yib, 180 94 95 58 58 numar telefon qilinglar. Uningdan boshqa mush hunar kasb egallasam bo'ldi, mush setishni o'rgansam bo'ldi, mush savdo setib qilishni o'rgansam bo'ldi, mush yeziglik mashinalari, mush dehqonlarimiz bali bo'ldi ekan, mush ya bali bo'ldi ekan, bu mangulik kasb bolalar. Mush kasbni 5-6 oy bir kalla qo'yib o'rganay. Uning keyindan ya tangish qilamiz, ya oylig'imni o'stirib beradigan bolalarga turmush puli 1000 ko'y, hunar kasb o'rganadigan bolalarga, mana shagird bolalarga 1000 ko'y oylik. Undan boshqa yotoq, tamoq, kiyim-kechak hamma narsalaringizni biz talqib beramiz. Jak qilmasanglar bo'lmaydi. Bu savdo setlarni jak qilib tushundirgani azam oldigan narsa. Xaridor kas gap qilmay, quloqni ham chiqsab turib olsanglar, bo'lmaydi. Bir mo'chan xajlagan xaridormi bizning lobnimiz. Mushvar mangu esinglar bo'lsin. Shuni qo'llaygan do'stlar qolsa olti raqam yo'llab taqdim qo'ymasanglar, rahmat.